Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan yangi uy loyihasini ko'rib chiqamiz. Bu loyihani buyurtmachi internetda ko'rgan, ammo razmerlarini bila olmagani uchun bizga murojaat qilgan. Biz esa bu loyihani razmerlarini to'liqligicha chiqarib berdik. Marhamat, sizlar bilan endi bu loyihani ko'rib chiqamiz. Loyihamizning old taraf tom qismini ko'rinishi mana shunday bo'ladi. Xonalarning tepa tarafdan ko'rinishi mana shu holatda. Bu yerda asosiy 5 ta xona joylashtirilgan va 3 ta sanuzel joylashtirilgan. Bu loyihamizning bu tarafdan ko'rinishi. Bu esa loyihamizning o'lchamlari. Agarda bu loyiha kimgadir mana shu holatda ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol foydalanishingiz mumkin. Agar kimgadir qandaydir o'zgartirish yoki yangi loyiha buyurtma berish niyat bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bizda hozircha shular. E'tiboringiz uchun rahmat.